Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun biz Counter o'yinini o'ynaymiz. Mana. Gapiraver. Mana yonimda ukam bor. Sizlar o'ylamaylar, u yosh bola emas. U Counter bu joydan kirib, narigi joydan chiqib ketgan bo'ladi. Ana kubok haqidagi videolarni ham sevaverganman. Shuning uchun yosh bola deb o'ylamayman. Hadi bo'lsam boshlaylik. Biz har doim yaxshilik tarafdorimiz. Xo'sh. Hop, qani. Bo'lmasam boshladik. Mana akalar o'ynaymiz tak. Orqaga boring, orqaga qayting. To'g'ri yuring. Aha, yaxshi. Bu yoqda ham bo'lardi, yetgancha. Mana telefon ukamda o'ynaydi. Men bombasiz yurolmaydigan bachchalardanman. İkinci rejimga qo'y. Qani, bittasi ketdi. Yaxshi. Vah. Ukam bir safar o'ynamadi, tak. Bu yerda mana bu qarab qoldi, lekin u yaxshi o'ynardi. O'zimda telefonim bo'lganda, lekin yaxshi o'ynardim-da. Orqaga boring, orqada ko'proq bo'ladi. Killo o'g'irlari. O'zimga so'rayaptim ishqilib. Obunachilar endi meni qo'limga o'tdi. Bu yoqqa o'zim chekib tashlayman. Xo'sh. Birinchi rejim yaxshi mana. Bu yoqqa boramiz. Mana bu zo'raqdan qilib olamiz. Mana shu dushmanim. O'tgan safar shunda bo'lgandim. Alqasosim bilan haq. Qo'la tavandar o'tib ketdim. Voy. Qadrli obunachilar, keyin ko'rishamiz. Yaxshi qolinglar.